Zaladex Minecraft. İltimos bu videoni ko'rayotganlar kanalimga obuna bo'ling. Va biz hozir qishloq topishga urinib ko'ramiz. Va mana 3 ta yumshoqqina yozamiz. Va o'yinni bosamiz. Do'stlar, mana qishloq tomonga qarab olg'a yuramiz. Va do'stlar, hozir agar shu video 10 ta obunachi yig'masa, men sizlarga xohlagan bir o'yiningizni kommentga yozib bersangiz, stream qilib beraman. Iltimos, like bosing, obuna bo'ling. Bu videoga mening qancha vaqtim ketdi, qancha ko'zimning nuri ketdi. Buni ham olib ketsak. Mana bu yerga qo'ysak va chiqamiz. Va bu yerni ham ochamiz. Bu yerda non, yan va hozir biz portal ochamiz do'stlar. Hozir albatta bizga eng keragi chelak bo'layapti do'stlar. Hozir biz mana shu uyda verstak bo'lsa, chelak yasab olamiz chelak. Do'stlar, menda Minecraft menimcha bugun Minecraft bilan kelishmay qoldim. Va do'stlar, mana shu yerdan ovqat to'plab olamiz. Mana bu yerdan ham mana shu yerlardan ovqat to'plab olamiz. Mana va endi bu yerdan obsidiandan portal quramiz albatta. Mana do'stlar, bir blok obsidian yetmay qoldi, hech qisi yo'q. Va mana bu yerdan bir chelak lavani olib kelamiz. Va ozgina daraxt kerak bo'lyapti. Albatta bu nimaligini hammangiz bildingiz deb o'ylayman. Bu portalni yoqib olish uchun. Va biz hozir Nether portalga ketyapmiz. Bir chelak lavani olamiz. Mana shunday qilamiz va ustidan lava tashlasak. Va do'stlar, o'xshamayapti. Va mayli, endi kuygan lavamizni olamiz. Aks holda mana shunday bo'lib qishloqqa yong'in ketadi. Hozir men ham o'lib qolaman do'stlar. Suvga tushib qoldim. Tirib qoldim suvga tushgach. Va endi u yerdagi lavani olishga urinib ko'ramiz. Va oldik. Ana endi nimaga o'xshamayotganini
bilgandekman. Mana bu yerga qo'yamiz va bu yerga olamiz, bu yerga tashlaymiz. Suvni va endi bitta suv va yana lava kerak bo'lyapti. Biz hozir mana bu yerdagilarni o'chirishga urinib ko'ramiz. Hozir. Suv. Qishloq bayram bo'lyapti do'stlar. Qishloq. Va hamma yerga suv quyib yuboramiz. Va mana bu yerdan quyib yuborsak ham bo'laveradi va mana bu yerdan quyib yuboramiz. Va bu yerdan ham olamiz va mana bu yerdan quyib yuboramiz. Va do'stlar, bu suvni o'chirishga urinib va bu o'tni o'chirishga urinib ko'ramiz. Yong'in bo'lyapti. Qishloqlar, yordamga kelinglar. Yong'in. Menga nima? O'zlarini uyini. Mayli do'stlar, biz yana lava olishga ishga kirishamiz. Va hozir bu yerda ham yana bitta chelak lava qoldi deb o'ylayman. Va aytganim to'g'ri chiqdi. Do'stlar, men hozir past ovozda gapirayotganim sababi men kasalman va sizlardan iltimos like, comment ayamanglar. Va hozir biz portal qurib portaldan o'tishga urinib ko'ramiz. Va mana shu yerda turib olamiz va mana shu yerga xato qildik. Mayli, hech yo'q. Men hozir portal qurgach yana davom etaman. Hozircha esa do'stlar, videoni o'chirib turishimga to'g'ri keladi. Hozir portalni qurib bo'lgach yana videoni yoqaman. Va do'stlar, mana biz ham portalni qurib oldik. Va endi
Bu portalga kuchaymasdan kirib bo'lmaydi albatta. Hozir biz ovqatga borish kerak. Jonni to'ldiramiz. Daraxt chopamiz. Toshdan narsalar yasaymiz va portalga kiramiz. Albatta do'stlar, bu yerda tosh topish muammo emas. Ja topilmay qolsa, bitta qishloqning uyini yo'qotamiz. Biz ja ortiqcha bo'lib turibdilar. Mana bunaqa qilamiz va restak yo'q ekan. Mayli, restak ham bitta restak yasaymiz. Va bu yerga restak qo'yamiz va bitta kirka va bitta bolg'a yasaymiz. Va endi bizga kirka kerak bo'ladi. Kirka bilan bitta qishloqning uyini yo'qotamiz. Do'stlar, bu qishloqlar ko'p. Yana qayta uyini qurishaveradi. Ammo hozir bizga tosh kerak bo'lyapti. Shuning uchun olyapmiz. Albatta uning uchun ham qishloqlarda uzr so'rab qo'yaman. Jitellardan. Mana chopib olgach, endi esa aslaha kiyim yo'q, mayli. Kirka va bolg'a bitta qilishga yetar ekan. Va endi mana bu jitelni solib va joying jannatdan bo'lsin deymizda portalga qarab suramiz. Do'stlar, menda ozgina Minecraft bilan muammo bo'lib qoldi va nahotki bitta jitellar mol ham o'tdi. Sigir ham. Va men bu yerni toshidan olishimiz kerak. Albatta bu qayerlardadir yo'q, qayerlardadir bor. Shuning uchun olib olsak ham yomon bo'lmas edi, lekin bu yerdan albatta bilasizlar do'stlar, bu yerda lava ekonomi emas. Shuning uchun portal o'rnatdim. Portal. Jitel. Do'stlar, biz qaytib o'tamiz. Mana maqsadimizga ham erishdik. Xoloslar, menda ozgina vaqt bilan muammo bo'lyapti. Do'stlar, agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like, comment ayamanglar. Agar biz 10 ta bo'lsak, men sizlarga zombilar bosqiniga qarshi chiqib beraman. Albatta, Shoh Gamer va men. Va mana bu jitellar ham